Boy bo'lsa o'ziga, qizim yashamaydi bu yerda. Olib kelsak olib ketaver. Alab yo'lqa boqqan qizimdi. Mersi ham boshda qolsin. Qanaqa mers? Ana, erimniki-ku. Tugana. Biz hazillashuvdik, aylanib ketdik. O'tirishingizni qarang, Nusran davomiga o'xshab. Qabul qilmayman. Seni qizingni deb men o'g'lim alkash bo'lib qoldi. O'g'ling alkash? Mers mashinasi boshidan qolsin, yur bu yoqqa. Alkash bilan yashaydigan qizim yo'q. Voy, 20 minutdan beri yuribmiz. Namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aynan Xudo, qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadi. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi tarkibi ham o'ta sifatli, o'zini hamyonbop narxlari bilan ajralib turadi, har xillari bor. Rostdan lekin mazalida yaxshi ko'rishadi, o'sha korobkalar olib kelib qo'yishgan. Ha, men o'zlarini zavodi bormi deb o'ylabman. Yo'q, o'ziniki emas, lekin bularning o'zini 20 ta zavodi bor. Qancha? 20 ta? Xudo, o'tirishingizni qarang. Qizim aytayapti, aqlda tarbiyani men berganman. Sog' paytida yonida edim, nogiron paytida ham yonida bo'laman deyapti. Mayli, roziman. Faqat ular farzandli bo'la olmaydi. Oyi, bular meni to'pikka tiqyapti. Mol dunyo o'tkinchi bolam. Farzandsiz qanday yashaysan? Hozir tur. Oying qayoqqa ketdi? Bilmasam. Mana Xudojon bolajonlarni olib keldim, muammo hal. Qizim, mana sutdan chiqqan. Boqib olasizlar, ota-onasi boqmayotgan ekan. Oyi! Uf, buncha kir, bularni kir mashinaga sol, parashok sol, ertaga yuvarman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qolibdi, hozir yub tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid, tez bor topib kel. Bor, tez. Oyjon, o'ring yegim kelyapti. O'ring? Qayerdan topsak ekan, ha? Tezroq bo'ling, kelin, egasiz qolmasin. Kelin, yuring, do'kon aylanib kelamiz. Internetda zakaz qila qolaylik, oyjon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Erim ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz, kelin. Ha, eng arzonini topmaguncha to'xtamaymiz. To'g'ri, ketdik ipodromga. Yo'lda qo'yliqqa ham kirib chiqaylik, karishga olardik bir qopgina. Kelin, keling ujin qilamiz. Nastriyam yo'q, oyjon, keyin yeyman. Kelin, tez-tez sut o'chib qoladi. Ana oldim. Белый снег сияет цветом черные глаза. Oyi, meni yerga bermasangiz bo'lmaydi, yigitim kutib turmaydi. Voy o'g'lim, beni bir uzatib olaylik, mahalla qo'y nima deydi? Opa, teging unda. Chiqsa tegamanmi? Ezvordilaring bor-ku. Opam g'irt o'g'il bola, kimdir sevib qolishi fantastika. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman. Birinchi makiyaj qilishni o'rgatdim. Bo'p qoldingmi? Ha? Shalom. Keyin ovqat qilishni o'rgatishni boshladim. Qaynaning ko'rsa teringni shunaqa archadi. Keyin didli kiyintirishga harakat qildim. Voy, ana bo'larkan-ku. Dilzorda. Opa, sirkishga kirmoqchimisan? Nimaga normallik-ku? Keyin bo'g'izlab uchrashuvga ham olib bordim. Tushundim, seni yerga tegish niyating yo'q ekan. Ketdik, opa. Yuvora zo'r ekan. Yo'q, ketdik. Saboqqa bering. Hey, endi men ham yerga tegaman. Rozi bo'ldik kuyov. Eng qiziq ishlashimga ham ruxsat berdi. Bir kun kelib shu gaplarni eshitishimni bilardim. Faqat shu telefonim sal pand beryapti-da. Sen yerga tegishing uchun o'zingga mos, o'zingga o'xshab sinovlarga chidamli telefon topib beraman hozir. Mana Honor X9D sinovlarga chidamli. Tushib ketishdan chidamli. Uzoq muddatli batareya. Shu telefon mendan senga to'yini. Faqat sen erga teg, iltimos. Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yengi oldirasan. Qarindoshlaringdan faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi?
Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishni ham opalaring sanga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringiz ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opangda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Oy, mana ham pul berdim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinnini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyi bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ulasanga nima laqab qo'ysa o'shasan. Zebo, tur. Ko'chada nima shuqa? Voy, o'qishga javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab datimini javobi chiqdi. Abitlarga deyapman. Baqir chaqirmalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalabgacha o'qish javobini kutdi. Bir soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'y, bo'lmag'ach yo'q qolib. Shuncha qog'oz kim ishlatib qo'ygan ekan, ha? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta akveshigimiz qolgan. 50 mingdan beraveramiz. Voy, ana qo'shning ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bo'lmaga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizlar? Yo'q. Mayli, boshlaymiz. Talaba bo'lsang nimalar bo'ladi? Zo'r tomoni hozircha sovchilarga eshiginglar yopiladi. Mabodo kontrakt to'la olmasangiz sovchilarni qabul qilamiz. Hozircha pul ko'p, har kuni aylanishga borasizlar. Bir oydan keyin esa, "Oy, kontraktim pulini ishlatib qo'ydim, pul tashing." Zato yangi do'stlar orttirasan. Bolalarim 1 ming yig'ladim, bir yanıma kelib uy topib beraman dedi. Yana uyinda pishgan bor ekan. To'g'ri, lekin bitta ham gapiga tushunmaysan. Uyingda noz qilib yemagan narsalaringni bu yerda mazza qilib yeysan. Annaga smetanani mog'orlagan murabboga botirasiz zo'r ketarkan. Kvartira bu onangning uyi emas. E'tiborsiz bo'lsang narsasiz, telefonga chalg'isang ovqatsiz. Uxlab qolsang ko'rpasiz qolib ketishing mumkin. Boshida 2 oy bor e'tiboring o'qishda bo'ladi. Keyin bittasi ayu beradi, shu bilan o'qishi dabdalasi chiqadi. Kursdoshlaring ham o'sha hammasi parchka bo'lgan. Bu yog'iga rejim ham buziladi, chunki endi yoningda o'zingga o'xshagan 5 ta bekorchi bor. Kechqurun uxlamaganing uchun dars paytida uyqing keladi. Nechiksan jonimizdan, men seni shevingni o'rgandim. Endi hazatib gaplashamiz. Nima deyapsan? Tushuntirib gapir. Vobshe tushunmayapman gapingni. 2-kursdan anu bola yo'q bo'lib qoladi. 3-kursdan o'sha ish topishga harakat qilasiz. Anaqa ishga olmaysizlarmi? 4-kursdan esa o'z imkoniyatingni tushunib yetasan. Lekin baribir ham talabalik bu oltin davr deb sizlarni aldashgan. Bak. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizlar sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu любой qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shningizga o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoninglar ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidan kichkinasidanmi? Kattasida-da.
Yoqimli ishtaha. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo u kichiradigan somon. Tanay o'rganmagan tosh buloqqa. Kuchi yetmaydi bo'laydi bular. Rosta yetmas ekan. Somon tashimayman uling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan, ha? Pallakaz ekan. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Mana tutdim. Biz bitto'g'an. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. Chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Bildingsi mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarzam bo'lmasdingiz. Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmadingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab yezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa ezing. Men sizlarning ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiye birinchi bo'lib. To'xta!